友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季我军丝绸之路之声，我是主持人玉米提瓦。Salam, ekrandagi ko'rman do'stlar, naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Chiroyli naqsha, jo'shqin yoshligimiz bilan yana bir navbat Yipak yo'li sadosining nurliq sahnasiga jam bo'ldik. Oldi bilan bizni betoqatlik ilkini saqlab o'tgan ekran oldidagi sizga, naq maydondagi hurmatli ustozlarimizga, shundaqla jiroqdan programmamiz qatnashish uchun qadam tashrif qilgan mahirlarimizga chin dilimizdan rahmatimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. 7-qaror Vojjon Yipak yo'li sadosi programmamizga san'at sohasidagi boshlamchi ustozlarimiz qadam tashrif qildi. Hurmat ilkida ular bilan tanishib chiqaylik. Moda iqlim naqdisi 2-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi birdan-bir atirgulimiz Adila Sidiq xonim qarshi olamiz. Xush keldingiz. Xinjiang san'at yurti muqam ansamblining naqdisi atoqli aktyor Polat Tursun afandim qarshi olamiz ustoz. Xush keldingiz. Xinjiang san'at yurti muqam ansamblining yosh naqdisi 2-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining chempioni 6-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Komil Jilil afandim xush keldingiz, qarshi olamiz. Talantli yosh naqshchi 1-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining rivoyat gruppasining chempioni Zoir Shoh Abdumat afandim qarshi olamiz, xush keldingiz. Yosh ijodiyatchi naqshchi 6-qaror Yipak yo'li sadosi programmasining orzu yetakchisi G'ojimat Qurbon afandim qarshi olamiz, harmag'aysiz, xush keldingiz. İpek yolu sadası, sürgünü yok çigrası, hoş havazla sevdası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünü yok çigrası, Hoş havazla sevdası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok çigrası, Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolida jaranglaydı kongura, Kitap gelri dalağa, Küy nakşimiz bekira, Gümüş tağlar çok iyisi, Nur kaytıdı yürekke, Küç bir de nakşimiz tümelligen çiçekke, Kuş verdi nakşimiz tümenligen çiçekke. İpek yolu sadası, sürgünü yok çigrası, Hoş havazla sevdası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sürgünü yok çigrası, Hoş havazla sevdası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok çigrası, İpek yolu sadası.
yürekten bulmak gün göz açıdı seferde bir yürekten bulmak gün göz açıdı seferde ul işini toyga toy bexitlep seferde insan düşer seferde Bəxti günlər səhərdə İnsan düşər səmərdə Bəxti günlər səhərdə İpək yolu sadası Suyunu yok çevrası Hoş avazlar səylası İpək yolu sadası İpək yolu sadası Suyunu yok çevrası Hoş avazlar səylası İpək yolu sadası İpək yolu sadası Hoş avazlar səylası İpək yolu sadası Xo'sh, aziz ko'rmanlar. 7-chi qaror Hojjon Ipak yo'li sadasi programmamizning birinchi bosqichi, ya'ni tanlash bosqichini boshlashdan burun oldin bu bosqichdagi o'yin qoidalarini sizlarga tunishtirib o'tay. Mayirlar o'zining naqsini aytib bo'lgandan keyin, agar ustozlar o'rindiq aylantirsa, o'zi yaxshi ko'radigan bir yetakchi ustozni tanlab, shu yetakchi ustozning guruhiga kirib, shu guruhining o'rindiqida o'ltirsa bo'ladi. Har bir yetakchi ustozga 10 mayir tanlash soni berildi. Lekin yetakchi ustozlarning mayir soni to'shib ketgan taqdirdami, hamma mayirga o'rindiq aylantirish fursati bo'ladi. Mayirlar yetakchi ustozlar kollektiviga kirgandan keyingi osh kundan boshlab, yetakchi ustozlar kollektivining o'rindiqida eng og'ir kungacha o'ltirdi. Agar bir yetakchi ustoz kollektivining soni 10 ga yetgandan keyin yana bir mayir bu yetakchi ustozning kollektiviga kirsa, shu guruhdagi bir mayir bilan peki qilib naqsh aytadi. Kim bilan peki qildig'ini shu mayir o'zi tanlaydi. Aytadigan naqsha cho'qim quruq ovozliq, ya'ni chingchang naqshi bo'lishi va vaqti 30 sekunddan eshib ketmaslik kerak. Aytib bo'lgandan keyin yetakchi ustoz eng oxirida kimning qoldiganligini bekitadi. Tanlagan mayir bu guruhning rasmiy a'zosi bo'ladi. Tanlanmagan mayirga 5 sekund vaqt berildi. Qolgan 4 ustozlar tanlab olsa bo'ladi. Agar yangidan tanlagan ustozning guruhida odam to'shib ketgan bo'lsa, yana o'xshashda shu guruhdagi bir mayirni tanlab PK'ga tushadi. Odam to'shmagan bo'lsa, berib o'ltirsa bo'ldi. Agar hech qaysi ustoz tanlamagan bo'lsa, shu mayir shallangan bo'ladi. Agar mayirlar naqsini aytib bo'lgandan keyin 5 ustoz o'rindiq aylantirmasa, shallangan bo'lib hisoblandi. Eng muhimi, mayirlar talab bo'yicha o'zining guruhining o'rindiqida oxirgacha o'ltirmasa, o'zligidan voz kechgan bo'lib shallandi. Şeydan sökeldi, bul bulgu göz ağrı
Xoş az ko'rmanlar, hurmatli ustozlar ham tomoshabinlar. 7-chi qaror Hojun Yipek yo'li sadosi programmamizning birinchi bosqichi, ya'ni tanlash bosqichi hozir rasmiy boshlandi. Hazırkı hissiyatınızı birli cümleki yığınçaqlangda siz qaysi söz bilan ishilsiz? Besim. Eng yaxshi ko'rgan bir ustozni ko'nglingizga pukib keldingiz deb o'ylayman. Shu ustozning sizga o'rilish uchun sahnadagi ifodangizning alohida yaxshi bo'lishiga tilakdoshlik qildiman. Ya adaş bu Holland'daki ne biçimlik bu? Oturup yapsana. Oy sen tak bilmemse Ya. çoğulup iş bakmagan degen ama o candan korsayım abi. Ya çıkanlığa ama iş bakmagan ekan. Kitap bir katlı kılıp iş bakar Rahmat kana. iş bakla. Bah. Bezim Tezgen ki. var mı abi? Şu o candan korsaydı gerçekten Oldu yaxşı. ki abi. Rayonimiz korxona sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Hojun so'lchasi sherikti Hojun g'o'rsuyi mahirlarga omad tilaydi. Rayonimiz savasida belgilik ta'sir qo'zg'agan Xinjiang miros sherikti mahirlarga omad tilaydi. Jasur yigitlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Kamal xalqaro so'lchasi sherikti Kamal kiyim-kechaklari mahirlarga omad tilaydi. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Xinjiang bosh barmoq yez egilik fan texnikasi cheklik sherikti mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda güzellikni söygüçi hanım kızlarının oldin tanlashi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchlik grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchasi sherikti mahirlarga omad tilaydi. Yaxshimsizlar, mening ismim Aqida Akbar, bu yil 25 yoshga kirdim. Naqshga bo'lgan qizg'inligim uchun Yipek yo'l sadosida qatnashg'ili keldim. Shu fursatdan foydalanib, ustozlardan texnik muzika, to'g'riliq bilimlarni bilib olsam deb o'yladim. Adile. Adile. There's a fire starting in my heart. Reaching up fever, just breaking me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how that I lay I should bear. See how I live with every piece of you. Don't underestimate nothing that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just breaking me out the dark. The skies of your love remind me of us that keep me thinking down me on my head. The skies of your love remind me of us that can't help feeling. We could fly. Rolling in the deep, you have my heart inside of your head, but you played it to the beat. We couldn't let it up. Rolling in the deep, you have my heart inside of your head, and you played it to the beat. Through your soul, every open door. Can't you believe what you look for? Turn my sorrow into back to go. You pay me back yourself and the reaches what you sow. The scars of your love remind me of us, keep me thinking down me on my saddle. The scars of your love remind me of us, we can't now feel it.
老师好，我叫艾克丹艾克巴尔，小名叫丹丹，今年25岁。 Rahmat aqina sog'lim, iliqi bizga alayda bir ham naqsha, ham muzika, ham piyon deb qo'yamiz, ijro. Biz birlashgan usulda qanday usulda? haqiqiy bir Kesip musul. haqiqiy bir hayajonga soladigan bir artist, naqshi artistninki obrazini yaratib beramiz. Haydi. Men o'zimizni chiqaraman. Biz aytgandek naqshlarni italaysiz ya. Nakşılı olsa etme. Siz kelgan vaqtda fikrimcha kelganda ko'nglingizni tutgan odam bor-ku. Ba bulmam Ko'nglingizni tutgan odam bor. Ya biz bu adilarni tavsiya qilmaymiz, lekin agar ko'nglingizda bizlar bo'lib qolsak, uni mi chuqum O'ylashida yer o'qasa o'ylashib qo'ying Nima xotirjam bo'ladi. Manga kelsang yasanmay kelgin. Chiroyliqsan yasanmasam. Am buliq yasanib kelganda mal yasamay. Buna ahir tanışım olsa. Adiledim. Yıkrak yolu sağdasın, suyunu yok çivrasın, hoş havazlar sevdasın, yıkrak yolu sağdasın. Ha, Vahşi usuldum ya ama. son bizgendek muzdek bizim tapkaç kelgan. O bu nima ekan bu? İlanını bekliyordu. Vojon qorusiga degan tushgan. Vojon g'urushiga deydi o. Hiç bakmaptığımız hiç bakamaz. Ish paqana. Ah, vojon. Oo. Baras. Bo'ldi ya. Vojon kim var? Rayonimiz karxan sahasida oldin qator turadigan Xinjiang Ojon Sol Cheshirti Ojon G'orsuyi mahirlarga omad tilaydi. Rayonimiz savasida belgilik ta'sir qo'zg'agan Xinjiang miros sherikti mahirlarga omad tilaydi. Jasur yigitlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Kamal xalqaro sol sherikti Kamal kiyim-kechaklari mahirlarga omad tilaydi. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Xinjiang bosh barmoq yezi egilik fan texnikasi cheklik sherikti mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda güzellikni söygüçi hanım kızlarının oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Ramnidar markasidagi ishonchlik grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro sol sherikti mahirlarga omad tilaydi.
Salam, qarindaşlar. Paşa İşan dese, bütün kuşlar zuvandan toxtaydı. Paşa İşan dese, bütün gülgiyalar pureklep içilidi. Alamet. Paşa İşan adam 50 yıldan artıq Abdunum rayonunki medeniyet sanatiga ölçmez izlanı qaldırğan bizning abidimiz. Paşa İşan nurgun teberrük nakşılarını eytip bütün dünyada bizning sadasımızı yetkizgen birden bir şahs desek buldu. Hey! Bugün bana Yipek Yolu Sadası programmasını küçük görmey, erzimez bir programı demey, yüzünün altındaki kıymetlik vaktini çıkarıp, on kanat ve sol kanattaki yaşlarını kollığını geldi. Alamet. Programın abiden köptün köp rahmet eytimiz. Rahmet sizge. Ustazla bir salam yolu versek. Hadi. Paşa İşan ustazımız heyecanlı kutularım gepke mekit bardı. Ben şu mikrofon tutup nakşı eytip hayatımda aşağı oylaydım şu Paşa İşan ustaz bilen bir sahnelerde bop qilish bir kunlar kep qalamı deb oylamğa yedim bugün. Şu ustazlık sahnesinde orunduqda oturyapmiz. Hammamizniki bir tikanning ustida o'tirgandek bearam bo'lib past küçüp ketdik. Paşa İşan ustazimizni ko'rib. Siz bizning balaligimiz, siz bizning san'atimiz, o'rganish ulgimiz, shundaqla bizning ruhiy o'ziqimiz Paşa'da. Teningizning salomat bo'lishini, kunlaringizning xo'shal xo'ram, oltin teningizning mangu mushtaq salomat bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Alamet. Bizning ustaz Paşa İşan ustazimizga azroq xo'simi bir ko'nglimiz batdi ifodalab olsak bo'lamdi. Xo'sh, marhamat. Dikla çınla örgüler nakşa itmanlamla Havva dikla çınla örgüler nakşa itmanlamla Köyge kıymakip Yanayim Esala denlayim İşkiye orta Köyge kıymakip Yanayim Esala denlayim Rahmet. Adırıp koymaylı. Adaş küçük olup latı yok götürüpsen go. Mirasdan latı alır olmamda öydekile bek gepini qıp getirmiş. Nereden akıl oldu kim bunu? Vay magazlarning emizip oldu, hazır emiliş oldu. Men öydekilerge ağış keteyim bir. Şur emesini başlap baray. Rayonimiz karxan sahasida oldin qatar turadigan Şinjan Ojon Sol Çeşirti Ojon Qorsuyi mahirlarga omad tilaydi. Rayonimiz seviyesinde belgilik ta'sir qo'zg'agan Şinjan miras şirkti mahirlarga omad tilaydi. Jasur yigitlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Kamal xalqaro sol şirkti Kamal kiyim-kechakları mahirlarga omad tilaydi. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan bosh barmoq yezi egilik fan texnikasi cheklik şirkti mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda güzellikni söygüçi hanım kızlarının oldin tanlashi bo'lib kelayotgan
Ramnidar markasidagi ishonchli grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Şinjan Ramnidar xalqaro so'l chekish shirkati Mahirlarga omad tilaydi. Şinjan O'jon so'l chekish shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Şinjan Miras shirkati alohida talab qildi. Programmamiz bilan Şinjan Kamal so'l chekish shirkati strategik hamkorlashdi. Programmamizni Şinjan bosh barmoq yezi egilik taraqqiyot chekish shirkati alohida qo'lladi. Şinjan Ramnidar xalqaro so'l chekish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Bu da sənin çıxıdığan mayırımız 1317 numaralı mayırını sənin təklif qılıb alımız. Hoş geldiniz Qaysar. Tayyorliqlaringiz puxtimi? Puxta, yaxşı. O'zingizga bak ishonchingiz bor. Bo'ldi, ishonch. Salobatingizdan va chiroyingizdan o'zingizga bo'lgan ishonchingiz to'kilib turyotidi. Sahnada yaxshi natijalarni qozonishingizni umid qilamiz. O'zingizni yaxshi joriy qildirishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Hammamiz sizni mana shu yerda kutamiz. Xayrat qiling. Aka bek Kamal'ını götürüyorsunuz ha? Gazeldi men Kamal'ın kostyumunu giymekte. Men şu kostyumda bir narsam bular deb o'ylashayotgandim. Şu Kamal'ını giysem bular yaxshimanda. Kamal'ın bek kiyishli kostyumları. Men azeldi Kamal'ın kostyumunu giyme. Unda olsa men uyum boyun izlab jurmay o'dilish vaqtida boshlab olamiz. Manlan biraymi uyansana? Yo'q, buni mo birasiz. Bu menga to'g'ri kelmaydigandek turdi. To'g'ri keldiganda shu yerda olsa qilaman deyman. Bo'ldi. Men boshlab turay. Yaxshimizlar ekran oldidagi barcha ko'rman do'stlar, o'shalarga xayrlik bo'lsin. Men ko'chimdan kelgan Qaysarjon Kamil bilan ular o'tloq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Mening bu 7-chi qari IPU sadasiga qatnashishga asosli maqsadim o'zimning iqtidorimni to'liq oshirib, cho'ng sahnlarga chiqish. Endi bu vaqtim men o'zim tanlamoqchi bo'lgan ustoz men uchun aylantirmay qolsa, men endi boshqa ustozlarni cho'g'im tanlayman hamda o'zimning bor iqtidorimni joriy qildirib davom ettirishim.你说你想在海边买一座房子，和你可爱的松狮一起住在那里。哦，你会当一个心情在活泼的老板娘，在这心间买着自己喜欢的东西。生活越来越压抑，你变得越来越不像自己，一个人站在悲催的风里。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆。Pishqanki ovozi. Lo'yingdek chiqayotganda. Avdisini alaymiz hamda. Avdisini. 说你最近爱上了旅行，我知道你也只是想逃避。哦，逃避现实或过去，逃避一个最不真实的你，一个人的路上只是在找寻。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆勇气。
在哪里？Hey sen. 你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆，用青春编织成的回忆。Menki koçumdan kelgan Qaysarjon Kamildan Ay, amalaga Isen. 电视机前的各位观众朋友，在座的各位导师，下午好。我是来自于昌吉州七台县的凯撒尔卡米的。哎，意思。Sizimizin keyin o'xshaydi keyin asosiyatda. Atamdan yurtga ketib men tillaydigan bo'ldi endi. Men naqshini boshlab 3-misrasiga kelganda qo'limni bir ko'tarib bo'lib, "Hey to'xta bir avjiga chiqib baqsin" deganchu. Aşı beshidagi boshlangandagi kirgan hissiyat, tunji hissiyat naqshiningki tunji topgan eng to'g'ri hissiyotiga qarabla men qo'limni bir ko'tarib bir to'xtab oldimcha, to'xta bir avjiga chiqib baqsin deb. Anandan keyin Ammo biz ikkilanmay bosdik. O'ylashmoqdasizda. Lekin ikkinchi kuplitiga kelgan vaqtida sal oldiroq chiqib olay, men o'zimning balasi ekan deb o'rildim. Lekin eng muhim masala nima desa, men tunji qitim qindin qildim-da. Tunji qitim. Ma tunji qitim o'xshamaydi-ku. Ishqilib Guchunga shaxsan men yilda 2 qatim chiqmaydigan bularga. Shundan shaga qo'shayotgan iqtisodiy to'pam jiqroq. Ana keldim men, balkim ya bilasiz, ya bilmaysiz, ancha-muncha ijodiyat qilaman. Mening ijodiyatim Uyg'urcha o'rsinizda shundaq peyzahanglar chiqadi. Hamma tarozi ijodiyat qiladiganlardan men ep beraman pulga sana. Xo'sh, qaradan boshlab satmaydigan bo'ldi bizlar shularga. Talisi boshlab o'zingiz bilan. Bo'ldi ustoz bo'ldi. iqtisodiy yordam qilmaydigansan, jinga to'xtab ketdi. Anda nima sanmayli, tahdid sanmayli. Atsız qila aslan pul qilishmaydi, zahir kan xil qat'iyat kelgan o'xshaydi sana. Birinchi ovozda o'lchamlik boshildan. To'g'ri. Adil avlamni deyishdi lo'yin qanday ma'noda? Avjini anglab beqishimiz kerak. Boshdan oxirini ayt, yaxshi aytdan aralab bir qashqa proqlam qatalidan bunaqa. Qarangizki desam-chi. Guchungdan dedimda. Guchungdan bu mayr jiqkenmagan. Mening ismimni qilishcha, Guchungdan tunji kelgan mayr senmisam, mening ismimni bil qilish, lekin ayt yaxshi urildim. Mayli, kuchlaymiz, qaysimizni ko'rib pisib kelsang biz qarshi olamiz. Lekin mening ko'ribman kelsam, maliga o'xshamaydigan qarshi erishim bor men. Amaliyotda o'xshaydi, lekin bir masala bor. Biz naqsini Uyg'urcha o'rib o'qiymiz. Sizlar o'ralmaganki mencha aralashmasanglar bo'ldi. Ya, bahasini anglaymiz. Pishchi delgan. Men qatnashayotgan o'quvchilarimiz bizga qatnashgan ayni vaqtimizda shu vaqtlarda o'rilmagan ustozlarningmi bir bahasini anglığımız kelişiyor yürekten qanda aytgan bo'g'aydim. Ash ustozning qanda bahasi bordi deb. Adila ustoz bilan ovozing o'tir ovozdek turdi. Po'lat ustoz ikkaylan biri o'ziniki bir bahasini berib baqsa, anandan keyin tek chapan saldiga yerimiz kelamiz. Yaxshi aytdingiz. Ovozingiz pishqan ovozga. Biz his qila olamiz. Mashq ko'p bo'lgan. Ondan tunji boshlash Zoir aytgandek, shundaq to'g'ri, hissiyat shunda to'g'ri bo'ldi. Ben taza evtisini kütüp, naqşınızdan huzurlup, oltasam, bulamang dep koymayla, man xuddi avtomatik öğrülgəndək ikisi öğrüldü. Men boğunu bilməyəm qaldım. Sel R&B aralashib ketgan bo'lsa, Adila bosh qo'ymaydi amma, ya. Ay, o. Naqshtirib aytaman, bo'larmikin deb o'yladim. Odat sening uslubing xalq naqshtirib aytamsan, men lekin naqshtirib. Xalq naqshtirib aytman. O'zimning o'rgangan kasbim shu, lekin yanchang amba kasbiga. Dedi. Sazingmen ayta olamsan. Naqshtirib birini anglayli hozir. Hozirman. O'zing yaxshi ko'rgan xalq naqshtirib birini azroq anglayli. Seni ancandı dep anla, bilimni seylede bağla.
Seni kelmeydi dep anlap Vay bayan çıldızar yıllar Vay vay Jirek. Ya tüvenmez kaldı. Sulu oynaydıysam sulu kemmeydi eken ulan. Sulu oynaydıysam sulu kemmeydi eken. Çıraylık etti ya bay. Bu kelgen okucularning hammasi menimcha o'xshash hammamizning qaysimizning guruhida bo'lsa yaxshi bir programma bo'lsa bundan keyin jiq hamkorlashlar bo'lsa degan yaxshi gap yo'q shunday chiroyli ekan. Feyzi bo'ldi. Feyzi. Kapak düğmeye Rahmat bizning shogirdlarga yaxshi baho berdinglar. Unda bo'lsa ayat o'tirsam biz ma'uz. Üzerine kıyalı arzu arzu da üzerine kıyalı. Men kesipireymi? Oturap talaşsak olsa kuppap korktu etti onu biz. Ben talashqandik atoyatın qo'pab bir talashaylim gireyim ben. Oturap peyz talashsa. Biz qo'pab qalsak buyimiz sal igizroq asman qaratmas o'tiramiz. Ya ishim bo'lmaydi. Negizlarni ko'rganmiz. Biz igiz qara. Amalike bunda. Men yerda bir masalani deb qo'yay. Men yerda ma to'rt ustoz o'tiribdi. Meningki o'yim. Bu yerda biz agarda masalanga sen bizning guruhga kirib qolsang qarshi olamiz. Kirgandan keyin bizning rivoyat guruhi yana o'xshashlar ustozimiz Mahmud Sulaymon boshladiki rivoyat guruhi bo'ladi. Sen davomli shu ekran oldidagi ko'rinmanlarim deydiganimiz menmi shu ustozning shogirdi, senmi shu ustozning shogirdi bo'lib mangsa. Hisobchi birlatirishimiz. Abaynoya qancha-muncha talash qildik. Amaliyotda bu yerda o'tirgan hamma ustoz o'ziga tushliq aloydiligi bor, o'ziga loyiq shilisi bor. Seni chuqum eng to'g'ri holatda yetaklab mang'alaydi. Amma manga kelsang men cho'qim qo'lingni qo'yib etmay bizningki rivoyat guruhininki bir a'zosi ustozimiz Mahmud Sulaymonning shogirdi nomi bilan hayotimizning oxirigacha mushu kasbda bo'lsin yoki qilayotgan boshqa tijorat taraflarimizdan bo'lsin qo'lingni qo'yib etmay nafaslarimizni oxirigacha billi mangamiz. Salomatchilik bo'lsin, omonchilik bo'lsin. Qolganga sana qoldi. Endi shu men uchun o'rindiq aylantirgan ustozlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Barcha ustozlarimiz jafo chekdi. Shundaqla men saginda chiqishdan burun o'zim o'ylab kelgan ustozim batdi, ya'ni o'ylab kelgan bu ustoz cho'qim tanlayman-ku deb o'ylab kelgan hamda o'zim shaxsan hamda. Shu o'rildimi? Ha? Shu o'rildimi? Sen o'rildi. Ha bo'ldi. Endi biz bakanmiz uni ichida. Shunday shu eng oldidan shu ota-onamning umidi, ya'ni qo'ymag'inimga intayin xursand. Shundaqla barcha ustozlarimizning tinig'i salomat, ishlaringizga o'ngishlik bo'lishini tilayman. Shundaqla mening eng oxirgi talishim bo'lsa adamның ismi Kamil ekan. Kamil ustozga tanlagan bo'lsa İpek yolu sargasın, söygünü yok çivrasın, hoş havazlar sevdasın, İpek yolu sargasın, İpek yolu sargasın, söygünü yok çivrasın, hoş havazlar sevdasın, İpek yolu sargasın. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci derecege erishgan Mayerimiz bo'lsa Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiblaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerimiz bo'lsa Xinjiang Boshqarmoq yez egilik fan texnikasi taraqqiyot cheklik şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. derecege erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar Xalqaro Sochek şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. 47 numaralı Mayer chiqib qolsinmi? Bugun qarsam jur'at shunchalik mardona holatda sahnaga chiqish oldi turib turadi. Hozirgi hissiyotingizni bir anglab boqgan bo'lsak. Bek hayajonli bo'ldim. Hayajonlanasiz shunaqa. 兴奋、激动。
激动兴奋. Onundan sırt yana qolgan mahirlarga deydigan yurak so'zlaringiz bormi? 加油，真诚发挥的。 Ashtaq qilsak bo'ladi shunaqa. Bo'ldi, hamsa sahnadagi ifodangizning texim yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. G'ayrat qiling. Rahmat. Jayo. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin terendeki yaxshi onu işletatsa. Hemen yaqin bu Ramnidar Marks'taki bir yürüyüş mahsulotlarını işletatqatdim. Ko'rib baqay. Bunun içinde kirpik uzatışlarki, ondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib baqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib baqay. Ma'qul. Rayonimiz karxan sahasida oldin qator turadigan Şinjan Hojun suv chekish sherikti Hojun G'orsuyi mahirlarga omad tilaydi. Rayonimiz savasida belgilik ta'sir qo'zg'agan Şinjan miros sherikti mahirlarga omad tilaydi. Jasur yigitlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Kamal xalqaro suv chekish sherikti Kamal kiyim-kechaklari mahirlarga omad tilaydi. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan bosh barmoq yez egilik fan texnikasi cheklik sherikti mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda güzellikni söygüçi hanım kızlarının oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Ramnidar markasidagi ishonchlik grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Şinjan Ramnidar xalqaro suv chekish sherikti mahirlarga omad tilaydi. 电视机前的各位观众朋友，大家好，我是陈国军，目前在乌鲁木齐上班。今天呢，很有幸参加咱们第7季乌军丝绸之路之声。旁边这位是我的父亲，专门来为我加油。我参加这次丝绸之路之声呢，是想得到各位老师的指导和指正，来找到自己的定位。我希望自己有一个很好的表现。
敬的观众朋友们尊敬的各位导师们，大家好，我叫陈国军我的家乡是吐鲁番鄯善的，我是目前在乌鲁木齐上班。kichik vaqtimdan bo'lsa shu uyg'urlardan cho'mg'an shundan biza uyg'ur tilini so'zlayman. Bize. 我们一点儿都听不出来。唱得太好。我以为你是哈密的，但是我一点儿都听不出来，很棒，很不错了已经。感谢老师，我特别喜欢你们。就是我更喜欢你。感谢rahmat. O'tingiz yomon, gul deyapman bu taqa. 对你把方言都唱对了，这是很难的，对。对，我特别喜欢咱们新疆的民歌，所以自己在业余时间有经常在研习。 Ben özünü tanıştırıştım burungacha men bir Uyghur balını aytadi.听出来。妈Sivasirбек chiroyli qoldi lekin a. 然后你就除了这个民歌啊，那个流行嘛的这倒有啊？这倒有。你平时唱歌嘛是民歌多还是流行？基本上都有。Minga aytqanda ma Liuxingning ishi bor ekan. To'g'ri dedingiz, Adilak deb turib, antenlarim menda bo'lib ketgan. Adilak malamlikka bir naqsi kichik o'qimoqdan boshlabla anglagandim. Anglab cho'g'olganmi? Nafisa o'zimga quloq sol so'zimga. Ya'ni kinimga. Maktab. Kulakmalarımkin bir naqsım acayip kızıqman, acayip yaptı. Bir görüşüm bilen la seni yaqtırıp qaldım da bir. Men bu naqsni Nafisada chiroyli aytaman. Ikki naqsh bo'lib qoldi hamda talishilgan ekan. Talashib qolmaydi uni. Yanmayapsizlar, men chiqib Bizni naqshlarni bilmişsinizmi? Mayli. Zaraşan malamniki bir. Sen bulsam yıkın. 特别火在网上，我特别喜欢您的这首歌曲。还有我的家里面有一个小外甥，他一听到《萨增曼》这首歌，他就会跳舞。他是汉族嘛，所以听到这个特别有新疆节奏感的这个音乐，他就会特别有那种跳舞的感觉，特别喜欢这首歌曲。我们全家的。Ağzımda qarsanlar bir artist o'xshaydi. Agar meni tanlab qolsa, men o'sha artistdek bo'jvan qilishni o'ylashdim buni. Lekin hozir demayman. Lekin Adilani tanlab qolsam deb berman. 最终选择的导师是 Rayonimiz karxan sahasida oldin qator turadigan Xinjiang O'jun suv chekish sherikti O'jun g'o'rsuyi mahirlarga omad tilaydi. Rayonimiz savasida belgilik ta'sir qo'zg'agan Xinjiang miros sherikti mahirlarga omad tilaydi. Jasur yigitlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Kamal xalqaro suv chekish sherikti Kamal kiyim-kechaklari mahirlarga omad tilaydi. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Xinjiang bosh barmoq yez egilik fan texnikasi cheklik sherikti mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda güzellikni söygüçi hanım kızlarının oldin tanlashi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchlik grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro suv chekish sherikti mahirlarga omad tilaydi. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, hoş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, hoş havazla seydasın. İpek yolu sadasın. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası.
İpek yolida Caranlaydı kongurak Giderkenri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok isi Nur kaytıdı yürekke Küç birdi nakşimiz Tümelligen çiçekke Küç birdi nakşimiz Tümelligen çiçekke İpek yolu sadasın Süygünün yok çigrasın Hoş avazla seynasın İpek yolu sadasın İpek yolu sadasın Süygünün yok çigrasın Hoş avazla seynasın İpek yolu sadasın İpek yolu sadası Sevginin yok çigrası İpek yolu sadası Kuş avazla seynası Qadim ipek yolida Caranlaydı qoğurak Giderkenri dalağa Küy nakşimiz bekira Bir yürekten buna küy Küz açıdı seherde Bir yürekten buna küy Küz açıdı seherde Ul eşidi toyga toy Bəxitləyib səfərdə İnsan düşer seferde Bəxti günler seherde İnsan düşer seferde Bəxti günler seherde İpek yolu sadasın Süygünün yok çigrasın Hoş avazla seynasın İpek yolu sadasın İpek yolu sadasın Süygünün yok çigrasın Hoş avazla seynasın İpek yolu sadası İpek yolu sadası Hoş avazla seynasın İpek yolu sadası